Vallahi nimaga ikkinchi charchashgan. Ko'p odam nomer qo'yishni so'rashgan. Pad nomer qayerda turadi, tuning qayerda, migalkani qanday ko'p qilsa bo'ladi. O'shani hammasini o'rgataman hozir video davomida. Birinchi o'zingizga kerak mashinani olasiz. Masalan, hozir men Malibu'ni olaman. Tuningga ketdi. Kiramiz mana. Mana hozir belgiladim. Mana shu kirgan paytimiz mana pad nomer, bu yerda nomer orqasini o'zgartirsa bo'ladi mana. Pad nomerda base nomer ile pad nomer qo'yamiz. Keyin mana raqam tanlash. Bu sizlarda 00 turadigan bo'lsa, chiqamiz. Mana oxirdagi nomerni bosib, kirib mashinani o'zgartira olamiz. Endi migalkani ko'k qilishni o'rgataman. Kechqurunga ketdik, kechqurunga. Mana kiramiz. Nastroykani bosib, grafika so'zlamasini bosib turib, effektni olib tashlaymiz. Effektni olib tashlagandan keyin mana ko'k bo'ladi. Grafikani effektni qo'shadigan bo'lsa, oq bo'lib qoladi. Mana